Subhan Media taqdim etadi. Xato va sevgi drammasi ijodkorlaridan sizlarga tanish bo'lgan voqea 15-3 drammasi. Rollarda Bad Boy, www.uzhits.net va Subhan Zver. Betdan keyin mashinamda ketib tutun bozordan chiqib bitta qiz dedi shoshib qo'lini ko'tarib, qo'lida qizil dasta guli chiroyli kiyingan qiz edi. To'xtashim bilan mashinamga o'tirib olib dedi: "Iltimos, tezroq haydang, tug'ilgan kunga kech qolyapman. Yetib borishim kerak, soat 15 kam 3gacha. Bugun tug'ilgan kunlari yaxshi ko'rgan yigitimman. Ulgurmasam, keyin hech qachon ko'rolmayman ularni." Unda seni jonim tezroq, yeta qoling manzilli. Qizilga tushmaslik uchun hisobga olib svetoforni ulgurish uchun bosaman o'shanga qarab gazi. Xo'p, tezroq haydang, manzil ko'kcha mozori. Oynadan qizga qaraganimda ko'zlaridan yosh oqar edi. Qiz bechara to'xtamay, faqatgina yig'lar edi. G'alati bo'lib ketdim ko'rib yomonam siqilayotganini. Qicham esimdan chiqara olmadim, to'xtamasdan yig'layotganini. Esimdan chiqmaydi, ko'z oldimda yig'lagani, 15 kam 3da hayotdan ko'z yumgani. Nimagadir o'sha vaqtda kayfiyatim bo'lmaydi. Nima uchun sevishganda baxtli bo'lolmaydi. Esimdan chiqmaydi, ko'z oldimda yig'lagan, 15 kam 3da hayotdan ko'z yumgani. Nimagadir o'sha vaqtda kayfiyatim bo'lmaydi. Nima uchun sevishganda baxtli bo'lolmaydi. Mayus ko'ra ko'zlaridan tomchilar yosh oqar edi. Bechara har minutda soatga bir qarar edi. Qo'lidagi qizil dasta gul asta so'lib borar edi. Ko'zlarida yosh bilan dardini etib yig'lar edi. Yigitim bundan bir oy oldin avariya bo'lib bo'lgandi. Kecha tushimga kirib sog'inganlarni aytib. Seni sog'indim. Ertaga tug'ilgan kunim bilasan. Meni ko'rgani kelasan. Yolg'iz qoldirmaysan. Agar sen meni sog'ingan bo'lsang, ertaga soat 15 kam 3da ko'kcha mozorim darvozasini oldida kutaman. Faqat sendan iltimos, ichkariga kirma. Bir daqiqa ham kech qolma. Intizorlik bilan kutaman. Qizi qo'rqinchli gaplari meni badanimni titratdi. Rul ushayotgan qo'llarimni shunaqangi qaltiratdi. Lablari titrab gapirar edi, hayotdan juda ham xafa edi. "Iltimos, tezroq haydang." Yomonam shoshilar edi. Shoshmang, sinim 15 kam 3da o'sha yerda bo'lasiz. 15 minut vaqtimiz bor, xudo xolasa ulgurasiz. Hali hammasi oldinda, siz unaqa ko'p siqilavermang. Xudoga ham yaxshi odam kerak, hayotdan ko'nglingizni cho'ktirmang. Esimdan chiqmaydi, ko'z oldimda yig'lagani, 15 kam 3da hayotdan ko'z yumgani. Nimagadir o'sha vaqtda kayfiyatim bo'lmaydi. Nima uchun sevishganda baxtli bo'lolmaydi.